onasi o'lganda yetib kelmadi, hatto yo'qlamadi tirigida ham. Pul va shuhrat uchun qancha kezmadi, meni shaharlarni bu ayanch odam. Bugun 50 yil ko'tardi faryod, marmardan xotira qo'ydi qabriga. Ona tirigida qilolmagan yod, nahot endi yetdi uning qadriga. Afsus ona nomini ko'z ham ilg'amas, o'zing ishiga ismigacha berilgan zahar. Buni ham onaga mehlidan emas, o'zining shuhratiga qo'yib qadriga. Afsus ona nomini ko'z ham ilg'amas, o'zing ishiga ismigacha berilgan zahar. Buni ham onaga mehlidan emas, o'zining shuhratiga qo'yibdi haykal.